Akalar, ushbu mashina atiga $6500 boshlanish to'lovini to'lab, avtokredit asosida olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Narxi ham unchalik qimmat emas. Yuvanaplar bilan solishtirganda pagabaritim bir xil, ichidagi komfortlari ham Yuvanapga qaraganda yaxshiroq, narxi ham sal yengilroq. Xo'p, Dongfengdan yangi model, Dongfeng Nami modeli 401 km zapas qo'ydi ekan. O'rtoqlar Yandex bosib oladigan joyi, narxi ham atiga 19500, ichidagi komfortlarni bitta ko'rsatib o'taman. Uni ko'rib turibsizlar, multi-rul, monitor, speedometr tablosi bor ekan, kojinli salon, barlargacha bor. Orqalarini ham bitta ko'ringlar. Voy, rangi nima deyapti bu? Ko'rishinglar mumkin shifalarini. Xo'p, sidenasida abagrefi bor ekan, elektron eshiklar ochilib yopilar ekan knopkada. Xo'p, orqasini ham bitta ko'rsatib o'taman akalar. Ko'rib turibsizlar akalar. Oldida bemalol o'tirib ketganda orqada ham anchagina joy bor. Ko'rishinglar mumkin. Pagabaritim Yuvan bilan solishtirsalar bo'ladi. Xo'p, narxi ham Yuvanapga qaraganda ancha yengilroq. Kelsanglar, xudo xolasa, bir kunda nomerlarga rasmiylashtirib beramiz. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.